O'zbekiston Respublikasi Fiziatriya bolalar harakat tayanch sistemasi kasalliklar reabilitatsiya markazida ilmiy tadqiqot o'tkazish bo'yicha shartnoma imzoladik va 2024-yili sentyabr oyida bu ilmiy tadqiqot boshlandi. 4 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan osteoxondropatiya diagnozi bilan kasallangan bemor bolalarda 25 ta boladan 14 tasida fragmentatsiya davridan noto'liq tiklanish davriga o'tish holati va bitta bolada to'liq tuzalish holatlari aniqlandi. Men Usmonova Parizod Abduqayumova Respublika bolalar fiziatriya va tayanch harakat tizimi kasalliklar reabilitatsiya markazining bosh shifokori hisoblanaman. Belivir kompaniyasini paralloy kalsiysi va koenzim qoni ishlatdik. Osteoxondropatiya kasalligi bilan og'rigan bemorlarimizda bizani davolanish etapimizni 1 yilga qisqartirib berdi. Aslida 2,5 yil, 3 yil, 4 yilgacha davom etadigan kasallik davolanishini 1 yilga qisqartirib berdi. Son boshiyasi osteoxondropatiyasi tashxisi bilan davolanayotgan bolalarda shuni tajriba sifatida qo'llab ko'rdik. 3 marta tekshiruv o'tkazildi, rentgenologik tekshiruv o'tkazildi. Bu kasalimiz Tojiboyeva Dilnura 2017-yil tug'ilgan. Bolada birinchi 4 oy oldin chap son boshchasi osteoxondropatiya fragmentatsiya tashxisi bo'lgan. Kelgandan keyin unga bizlar kanaloy kalsiy berganmiz. Bu ikkinchi rentgen tekshiruv 5-dekabrda qilingan. Bunda o'zi fragment bosqichidan fragmentni tiklash bosqichiga o'tgan, 2 hissalari so'rilib boshlagan. Uchinchisi bu mana 19-mart kuni 2025-yil rentgen tekshiruvida bu yerda son boshchasi noto'liq tiklanish bosqichiga o'tgan mana. O'zi noto'liq tiklanish bosqichiga o'tgan, hissalar so'rilib borgan mana. Bu yerda juda katta hissa bor, bu yerda hissa kichkinalashgan. Belivir kompaniyasi bilan biz o'zi mana 1 yilcha hamkorlik qilamiz. Endi bizning markazimiz kasalliklar reabilitatsiyasidan shug'ullanadi. Bu aktiv karal kalsiy moddasidir. Tarkibini o'rgansak, tarkibida vitamin D3, ya'ni ergokartifilor ham bor ekan. Undan tashqari yod moddasi ham bor ekan. Bu 3 ta modda aktiv karal kalsiy tarkibida borligi uchun 2 ta guruh qildik. 25 ta boladan 2 oy davodan keyin 56%, ya'ni 25 ta boladan 14 tasida fragmentatsiya davridan noto'liq tiklanish davriga kasallik bo'ldi. 2 oyda 56% yaxshilandi, 4 oyda 80%, 2 oyda 16%, 4 oyda 24%. Faol kalsiy standart davolashga qaraganda 4 barobar effektivligini biz isbotladik. Bu batin nima bo'ladi? Ovqatga qo'shilgan narsalar biologik aktivitalarga ishigu. Mayli kelib o'rganaylik, men qarang, natija shunaqa bo'ldi. Hozir boshqa ilmiy izlanishimiz ham qiziq qoldi. Balki boshqa narsani agar kelishsak ham tadqiqot qilib o'rganishimiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana shu ilmiy tadqiqotda ishtirok etgan mana shu markaz shifokorlariga va hamshiralariga kompaniyamiz Belivir kompaniyasi tomonidan va shaxsan men o'zimning nomimdan o'z minnatdorchiligimni bildiraman.